Trampning o'limini istagan eronlik amaldor yo'q qilindi. Pentagon. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. AQSh harbiylari mamlakat prezidenti Donald Trampga qarshi suiqasd rejasiga aloqador deb hisoblangan eronlik amaldorni yo'q qilganini ma'lum qildi. Pentagonda o'tkazilgan brifingda Pit Hegseth mazkur shaxs Eron tomonidan Trampni o'ldirish rejasi bilan bog'liq bo'lgan maxsus bo'linmani boshqarganini iddao qilgan. Bu haqda Reuters xabar berdi. Hegseth ma'lum qilishicha, operatsiya kecha 3-mart kuni amalga oshirilgan. U bu nishon urushning asosiy maqsadi bo'lmaganini, ammo Trampga qarshi reja tuzganlar keyinchalik nishonlar ro'yxatiga kiritilganini ta'kidlagan. Eron Trampni o'ldirishga uringan, ammo oxir-oqibat Tramp ustun keldi, degan vazir jurnalistlarga. 2024-yilda AQSh Adliya vazirligi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi buyurtmasi bilan Trampga suiqasd uyushtirish rejasiga aloqador deb gumon qilingan eronlik shaxsga qarshi ayblov e'lon qilgan edi. Tehron esa bu ayblovlarni rad etib kelgan. Pentagon brifingda Vashington armiyasi Eronga qarshi amaliyotlarda muayyan ustunlikka erishayotgani ham urg'ulangan. Qo'shma shtatlar boshlig'i general Den Keynning so'zlariga ko'ra, Tehron tomonidan uchirilayotgan ballistik raketalar soni urushning birinchi kuniga nisbatan 86% ga kamaygan. Bir tomonlama hujum dronlari esa 73% ga qisqargan. Qo'shma Shtatlar zarbalari ayni paytda Eron janubiy sohillari bo'ylab kengaymoqda. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Vashington ayrim hududlarda havo ustunligini ta'minlashga muvaffaq bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil mudofaa vaziri Israel Katz Eron oliy yetakchisi Oyatulloh Ali Xamenei o'rniga keladigan har qanday shaxs nishonga olinishi mumkinligini ma'lum qilgan edi.